aka, aziz kuzatuvchilar, keling mashinamiz kelgan. Parov uстановка qilgani. O'zini parovi bor, yoqmayapti ekan. 8 Pro mashinamizni parosidan uстановка qilamiz. Bu tomchi bo'ladi, parov oldin uстановкasiga mos keladi. Oldin labovoy, ikkita eshikka so'ng zashta tortamiz. Xo'p, so'ng zashtamizni nomlari Ultrafit bor, Ruda keramik, Kartek Kaleski. Xo'p, 590 ming so'mdan skidkaga tushgan. Xohlasanglar muddatli to'lovga, xohlasanglar mana shu 1 yilga ruxsatnomalarni ham beramiz. Hamda bu mashinamizni, Detelli himskiga olib qo'yganmiz. Detelli himskiga nimalar kiradi? Polni diska balon chiqarib yuvirish, motor yuvish, sidina chiqarib yuvish. Mashinamizni ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamiz salonida hamma yo'q bor. Bu mashinamizga keyin Malibu bar uстановка qilib o'tib ketamiz. Narxini aytib ketay, 200 dollar bo'ladi. Motor ichida, xizmati ichida bari bilan birga 200 dollar uстановка bo'ladi. Detel himskamizni narxi 600 ming so'm. Shu oyda oxirigacha motorigacha chiroyli qilib egasiga topshiramiz. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.